30-dars. Ustun ko'rinishida qo'shish. Yettinchi misol. Bo'yi 8 cm, eni 3 cm kam bo'lgan to'g'ri to'rtburchak chizing. Uning perimetrini toping. Bo'yi 8 cm, eni 3 cm kam bo'lgan to'g'ri to'rtburchak. Eni 3 cm emas, eni 3 cm kam bo'lish kerak. Ya'ni 8 dan 3 cm kam bo'lsa, demak u 5 cm bo'lish kerak. Eni mana shu eni bo'lsin. 5 cm. Uning perimetrini toping. Endi bu to'rtburchagida. Demak, bu tomoni to'g'ri to'rtburchak bilamizki, qarama-qarshi tomoni o'sha tomonga teng bo'ladi. Demak, bu yoq 8 bo'lsa, bu tomon ham 8 cm. Bu tomon 5 cm bo'lsa, bu tarafi ham qarama-qarshi tarafi ham 5 cm. Uning perimetrini toping. Hamma tomonni qo'shib chiqishimiz kerak. Demak, boshladik. 5 tepa, yonbosh 8, keyin yana 5 ni qo'shamiz, keyin yana 8 ni qo'shamiz. 5 ga 5 ni qo'shib olsak 10, 8 8 ni qo'shsak 16 deylik. Mana 10 qo'shilgan 16. 10 ga 16 ni qo'shsak 26 cm bo'ladi. O'zi to'g'ri to'rtburchak perimetri topish ikki ko'paytirilgan tomonlarining A tomon va B tomonining qo'shilmasi yig'indisi edi. Shundan kelib chiqib 2 ko'paytirilgan qavs ichida 2 tomoni, demak 8, birinchi tomoni, ikkinchi tomoni 5 edi. Barobar 2 ko'paytirilgan 8 ga 5 ni qo'shib oldik. Bu 13 bo'ldi. Endi 2 ga 13 ni ko'paytirsak 26 bo'ladi. Aslida formula, mana shu formula bo'yicha ishlashimiz, o'rganishimiz kerak. Ya'ni 26 cm. Uning perimetrini topdik. Biz bu tarafga 26 cm degan javobni beramiz. 8-misolga o'tamiz. Ustun ko'rinishda yeching. 52 ga 39 ni qo'shamiz. 9 2 11, bir dildan 8 bo'ladi. 5 ga 3 ni qo'shsak dildagi bilan 9 91. Keyingisi 43 ga 8 ni qo'shamiz. 8 ga 3 11, bir dildan 4 ga 4 8, dildagi 9 91. Keyingisi 47 ga qo'shamiz. 24 ni 11, bir dilda 6, dildagi 7 71. Keyingisi 26 ga qo'shamiz. 57 ni 6 ga 7 ni qo'shamiz. 13, bir dilda 2 ga 5 7, dildagi 8 83. Keyingisi 66 ga 15 ni qo'shamiz. 11, bir dilda 6 ga 1 7, dildagi bilan 8 81. 73 ga 19 ni qo'shamiz. 9 3 12, bir dilda 7 ga 1 8, dildagi 9 92. Mana ustun ko'rinishda ishlab oldik. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.